alaykum, hurmatli obunachilar. Baliqchi tuman O'rmonbeyga kelganmiz. Inshaalloh 200 kvadratli shunaqa fayzli xonadonga kelganmiz. Ko'rishlar mumkin. Akamiz o'zi ham shu yerda asparlarimizni bir sifatlarini bir so'rab bir bilamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, salomatmisiz? Vazi yaxshimi? Rahmat. Aka, asparlarimizni sifati, joylar tayyorlashimiz, ishlarimiz yo'qdimi aka? Qalinligi, normalari. Xudo xolasa yaxshi. Zo'r, Xudoga shukr. Bunchalik deb o'ylamagan edim. O'ylaganimdan ham ziyoda chamamda juda asfalt holati ham zo'r. Cho'tki chiqdimi aka? Qalinligi zakazga qarab bo'laverar ekan. Qalinlik o'zimiz Qalinligini zakazga qarab qiyzaveramiz. Mana dega hali qora bir narsalar o'chib yondimi aka? Ko'ngil yorishdimi? Maza qildingizmi asfaltga? Telefonda ko'rib o'zimcha unaqa deyardim, lekin holat men o'ylagandan zo'r, juda zo'r. Cho'tki chiqdimi aka? Cho'tki. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimiz bor. Ma'lumot uchun O'rmonbeyga 70 ming so'mdan 1 kvadrat metr kelib tushdi. Narx ichiga hamma xizmatlar kirib ketadi. Telefon qildingiz, ishingiz bitdi inshaalloh.